bugun qizlar yig'ilib yana ota-onamni ko'rgani keldik. Adami bitta gaplar bor, yana keldinglarmi? Ha, sizlarni ko'rgani yana keldik dedim. Kelishimizga qip-qizil tarvuzlarni kesib tayyorlab turgan ekanlar. Bu kichkina ham tarvuz yeb qo'ygan ekan, rosa qonni orisa bo'ladimi? Har yarim soatda tagliklarni almashtirib turdik. Bu sinimi bolasini ko'rib rosa qiynagim keladi deb tishlab olaman. Maslahatim bolalarga tarvuz qo'yib bermanglar. Yaxshi ham sinimga Baby Stildan shunaqa tagliklar olib kelgan ekanman. On so'ngini yechib taqib oladi. Menga oldindan lipuchkali yoqadi. Sizlarga qanaqasi yoqadi? Lipuchkalimi, tursichkalimi? Tursichkali ishlatsangiz ishtonlar bilan birato'la yechishingizga to'g'ri keladi. Lipuchkali bo'lsa on so'ngini shuni yechib boshqasini taqib qo'yasiz. Hamma qizlar o'zini ota-onasini uyiga kelganda nimadir bo'ladi, bilasizlarmi? Birini bolasi yiqiladi, birini bolasi qusadi, birini bolasi ichi ketib qoladi yoki issig'i chiqadi yoki shamollab qoladi. To'g'rimi qizlar? Qaysi biringlarda shunaqa bo'lgan? Kommentariyaga yozib ketinglar. Tarvuz yeb boshga balo bo'ldi. Onam hamma farzandingga shuni taqib qo'ygin deb yonimga otib yubordilar. Voydod 7 yoshli farzandimga ham taqaman desam, hammasiga taqib qo'ydilar. Mayli, ona siz nima desangiz shu dedim. Sizga ham tavsiya qilaman Baby Stil tagliklarini.